Xo'p, qaranglar qizlar. Mana bu bizni o'zimizning modelda tikilgan klientlarga qilingan yoqadan namuna. Bu yerda e'tibor qiladigan narsalar mana bitta yoqa, ikkita manjet, bitta futbolka uchun kerak. Buni hozir biz og'irligini o'lchab taxminan 38 gram bo'lyapti. 38 gram degani bu bitta futbolkaga taxminan 26-27 sentga aylanadi. Xo'p, buni agar biz arzonroq narx qilib qalin qilsak ham o'sha 26-20 sentga aylanadi. Ya'ni kiloda arzonroq bo'lsin degan klientlar uchun alohida bitta sifatga ta'sir qiladigan bitta moment ko'rsatasizlar. Ya'ni futbolkani mana shu tikiladigan joyi qalin bo'ladigan bo'lsa agar grubiy bo'lib qo'pol bo'lib qoladi. Ya'ni bu kiyganda qo'lga xalaqit qiladi. Shuning uchun sizlar klientlarga mana shuni normasidagi qalinligida zakaz berishligini tavsiya qilinglar. Tushuntira oldimmi? Bu sifatga ta'sir qiladigan eng muhim joyi. Mana shuni alohida o'zingizlarga belgilab qo'yinglar.